Yunusobod Bodomzorda joylashgan bir xona ikki xona qilingan yangi kvartirani videoobzorini qilgan kelganmiz. Joylashgan joylarini tushuntiradigan bo'lsam, Malikaga qarab chiqib ketadigan most. Bu tarafimiz Qazimahallaga qarab ketadi. Uglovoy dom ko'pchilik biladi. Mana domimizni o'zi Korzinka birinchi qavatlarida bor, tepasida domimizni o'zi daraxtlar orqasida ko'rinmaydi. Xo'sh, hovlilarida parkovkalari bor, bolalar maydonlari bor. Qolganini har doimgidek kadr orqasidan ko'rsatib tushuntirib ketaman, ketdik. Xonadonimizga keladigan bo'lsak, 4-qavatda joylashgan podyezddan kirib kelish eshigimiz bilan zal holga tushamiz. 43 kvadrat metr umumiy maydonga ega, yangi remont, mebel, texnika, hamma narsalari to'liq o'rnatilgan. Xo'sh, bu tarafimizda spalnya ko'rishingiz mumkin. Keng spalnya garniturlarimiz to'liq, televizor, konditsioner, hamma kerakli bo'ladigan narsalari o'zini joyida, o'zini o'rnida. Osma balkonlarimiz ham bor. Spalnyadan ham, kuxnyadan ham chiqish imkoniyatiga ega. Sanuzelimizga keladigan bo'lsak, совмещенный sanuzel. Tush kabinalari qilib qo'yilgan. Uni yonida kuxnyamiz ham to'liq mebel va texnikalar bilan to'ldirilgan holda ko'rishingiz mumkin. Va o'sha yuqorida aytib o'tilgan balkonimizga chiqish joyi. Xo'sh, xonadonimiz holati, remontiga har doimgidek kommentariyda o'zingizlar baho berasizlar. E'tiboringlar uchun bo'lsa rahmat.